Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 23 avgustdan boshlab oddiy aholiga, oilalarga, pensionerlarga, ish bilan band fuqarolarga, tadbirkorlarga va ijtimoiy yordam oladigan insonlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan keskin o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirsangiz, keyin hujjat topshirishda, pul olishda, to'lov qilishda, kredit yoki subsidiya masalasida, hatto oddiy davlat xizmatidan foydalanishda ham muammoga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hammasini oddiy tilda, real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kimga bu o'zgarishlar ta'sir qilmaydi? Qaysi hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantiruvchi ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam yutadi. Avval qanday edi? Ko'pchilik masalalar alohida yurardi. Masalan, kommunal to'lov qarzdorligi bir joyda, soliq qarzi boshqa joyda, bankdagi ma'lumot boshqa tizimda, ijtimoiy nafaqa yoki subsidiya bo'yicha ma'lumot yana boshqa bazada turardi. Odamlar biror xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsa, ko'pincha qog'oz hujjat ko'tarib yurardi. Pasport nusxasi, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, yashash joyi ma'lumotnomasi, daromad haqida ma'lumotnoma va hokazo. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, 23 avgustdan ko'plab jarayonlarda elektron ma'lumotlar, avtomatik tekshiruvlar va bazalararo solishtirishlar kuchayadi. Bu nimani anglatadi? Oddiy qilib aytsam, davlat xizmati, bank, kommunal tashkilot, ijtimoiy himoya organi yoki boshqa idora siz aytgan gapga emas, tizimda ko'rinayotgan rasmiy ma'lumotga qaraydi. Agar tizimda qarzdorlik chiqsa, eski ma'lumot tursa, familiyangiz noto'g'ri yozilgan bo'lsa, yashash manzilingiz yangilanmagan bo'lsa, daromadingiz noto'g'ri aks etsa, sizga xizmat ko'rsatish cho'zilishi yoki rad javobi kelishi mumkin. Bu o'zgarishning yaxshi tomoni ham bor. Oldin odamlar bir idoradan ikkinchi idoraga yugurib, navbatda turib, ma'lumotnoma olishga vaqt sarflardi. Endi ko'p ma'lumotlar elektron ko'rinishda tekshiriladi. Lekin yomon tomoni shuki, ba'zida xato bo'lsa, xato sizniki bo'lmasa ham muammo sizning oldingizga keladi. Masalan, siz to'lov qilgansiz, lekin tizimda qarzdorlik o'chmagan. Yoki farzandingiz ro'yxatda bor, lekin ijtimoiy himoya tizimida oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgan. Bunday holatlarda odam men aytdim-ku deb emas, hujjat va dalil bilan isbotlashi kerak bo'ladi. Birinchi masala qarzdorliklar. 23 avgustdan keyingi eng sezilarli o'zgarishlardan biri fuqarolarning turli qarzdorliklari tezroq ko'rinadigan bo'lishi mumkin. Bu kommunal to'lov, soliq, jarima, aliment, ijro hujjatlari, kredit yoki boshqa majburiy to'lovlarga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy oilani olaylik. Oila gaz, elektr va suv uchun har oy to'laydi. Lekin iyul oyida elektr hisoblagich bo'yicha 1000 so'm qarzdorlik chiqqan. Uy egasi esa men to'laganman deb o'ylaydi. Chunki ilovadan pul o'tkazgan. Ammo to'lov boshqa shaxsiy hisob raqamiga ketgan bo'lishi mumkin. Oldin buni keyinroq bilib qolardi. Endi esa u subsidiya olish uchun ariza bersa, kredit olishga borsa yoki ayrim davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'lsa, tizimda shu qarzdorlik chiqib qolishi mumkin. Natijada odamning ish to'xtaydi. Ikkinchi masala ijtimoiy nafaqa va yordamlar. Ko'plab oilalar bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olishga harakat qiladi. Bu yerda eng muhim narsa oilaning real daromadi, oila tarkibi, mulk holati va ro'yxatdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishidir. Misol keltiraman, bir oilada xotin va 3 farzand bor. Erning rasmiy oyligi 2 ming so'm. Xotin ishlamaydi. Ular bolalar nafaqasiga ariza beradi. Lekin tizimda erning nomida eski avtomobil borligi chiqadi. Aslida mashina 3 yil oldin sotilgan, lekin rasmiylashtirilmagan. Tizim esa hali ham mashinani shu odamning mulki deb ko'rsatadi. Natijada oila nega rad bo'ldi deb hayron qoladi. Sabab oddiy, hujjat bo'yicha mulk hali sizniki. Shuning uchun men doim aytaman, mulk, avtomobil, kadastr, ro'yxat, oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlaringizni oldindan tekshiring. Yana bir misol. Ayol kishi 2 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan, aliment olmaydi. Lekin FHD yoki mahalla tizimida oilaviy holat yangilanmagan bo'lsa, u hali ham turmush qurgan deb chiqishi mumkin. Bu ijtimoiy yordam hisob kitobiga ta'sir qiladi. Shuning uchun ajrim bo'lsa, aliment bo'yicha hujjat bo'lsa, farzandlar kim bilan yashashi bo'yicha rasmiy ma'lumot bo'lsa, bularni tartibga keltirish kerak. Uchinchi masala bank kartalari va to'lovlar. Oxirgi paytlarda ko'p xizmatlar bank kartasi orqali amalga oshiriladi. Pensiya, nafaqa, oylik, stipendiya, pul o'tkazmalari
hammasi karta bilan bog'liq. 20 avgustdan keyin moliyaviy operatsiyalar bo'yicha nazorat kuchaysa, bank kartasidan kim foydalanayotgani, pul qayerdan kelayotgani. Katta o'tkazmalar nima sababdan amalga oshirilayotgani muhimroq bo'lib qoladi. Masalan, bir fuqaro o'z kartasiga har oy 15 million so'm pul qabul qiladi, lekin rasmiy ish joyi yo'q. Bu pul qarindoshlaridan kelayotgan bo'lishi mumkin. Savdo-sotiqdan bo'lishi mumkin, qarz bo'lishi mumkin. Agar keyin u ijtimoiy yordam so'rasa, tizim sizda daromad bor-ku deb baholashi mumkin. Shuning uchun kartangizga tushayotgan pullar maqsadini tushuntira olishingiz kerak. Agar bu qarz bo'lsa, oddiy yozma tilxat saqlang. Agar qarindoshingiz yuborgan yordam bo'lsa, izohda oilaviy yordam deb yozdiring. Agar bu savdo bo'lsa, unda tadbirkorlikni rasmiylashtirish haqida o'ylash kerak. 4-masala. Pensionerlar. Pensionerlar ko'pincha o'zlari sezmagan holda hujjat masalasida muammoga duch keladi. Masalan, bank kartasi muddati tugagan, telefon raqami boshqa odam nomida, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanmagan. Bunday paytda pensiya keladi, lekin yechib olish, karta almashtirish yoki tasdiqlash jarayonida qiyinchilik bo'ladi. Aytaylik, pensiya o'nchani ota 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Kartasi 2024 yil avgustda tugaydi. U buni bilmay yuradi. 20 avgustdan keyin tizimda tasdiqlash talablari kuchaysa, bank shaxsan kelib ID karta bilan tasdiqlang deyishi mumkin. Agar otaxon boshqa viloyatda farzandinikida bo'lsa, muammo boshlanadi. Shuning uchun pensionerlar kartaning amal qilish muddatini, telefon raqam bog'langanligini, pasport yoki ID karta holatini oldindan tekshirishi kerak. 5-masala, tadbirkorlar va o'zi band qilganlar. Agar siz uyda tikuvchilik qilsangiz, taksi qilsangiz, onlayn savdo qilsangiz, ustachilik qilsangiz, repetitorlik qilsangiz yoki ijtimoiy tarmoq orqali mahsulot sotsangiz, o'zingizni rasmiylashtirish masalasiga befarq bo'lmang. Chunki pul aylanmasi ko'rinadi. Buyurtmalar ko'paygan sari karta tushumlari ham ko'payadi. Keyin bank yoki soliq organlari savol bersa, bu shunchaki tanishlarim yuborgan pul deyish har doim ham yetarli bo'lmaydi. Masalan, ayol kishi uyda tort pishirib sotadi. Har hafta kartasiga 2 million so'mdan tushadi. Oyiga 8-10 million so'm aylanma bo'ladi. Agar u o'zi band qilgan sifatida ro'yxatdan o'tsa, ko'p hollarda ishlashi ancha tinch bo'ladi. Xaridorlarga ham ishonch ortadi. Kelajakda kredit olmoqchi bo'lsa, bank oldida daromadini ko'rsatish osonlashadi. Eng avvalo, qarzdorligi bor odamlar xavotir olish kerak. Bu mening qarzim kichkina degan masala emas. Ba'zan 10 ming so'mlik jarima yoki 20 ming so'mlik kommunal qarzdorlik muhim hujjat to'xtatib qo'yishi mumkin. Ayniqsa ijro byurosi sud qarori, aliment soliq qarzi bo'yicha ma'lumotlar chiqqanda ishlar jiddiylashadi. Ikkinchi navbatda hujjatlari tartibsiz odamlar xavotir olishi kerak. Pasport muddati, ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, kadastr hujjati, avtomobil oldi-sotdi shartnomasi, bularning hammasi hayotda bir kuni kerak bo'ladi. Hujjatdagi bitta harf xatosi ham sizni navbatma-navbat idoralarga olib borishi mumkin. 3-navbatda. Ijtimoiy yordam oladigan yoki olishni rejalashtirgan oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bunday yordamlar ko'pincha avtomatik mezonlar asosida bog'lanadi. Tizim oilaning daromadini, mulkini, avtomobilni, yerini, ro'yxatdagi shaxslarni solishtiradi. Agar oilada ro'yxatda turgan, lekin aslida boshqa joyda yashaydigan ishlovchi farzand bo'lsa, uning daromadi ham oilaga qo'shilib ketishi mumkin. Bu esa nafaqa chiqmasligiga sabab bo'ladi. Kimlar uncha xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, qarzdorliklaringiz yo'q bo'lsa, karta operatsiyalaringiz tushunarli bo'lsa, mulklaringiz rasmiy va to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz uchun bu o'zgarishlar aksincha qulaylik yaratadi. Siz kamroq qog'oz olib yurasiz, ko'proq xizmatni elektron tarzda olasiz, arizalaringiz tezroq ko'rib chiqilishi mumkin. Birinchi nozik joy tizimdagi xato. Ko'pchilik kompyuterda chiqsa, demak to'g'ri deb o'ylaydi. Yo'q, tizim ham noto'g'ri ma'lumot ko'rsatishi mumkin. Eski qarzdorlik yopilmay qoladi. To'langan kvitansiya bazaga tushmaydi. Mulk sotilgan bo'lsa ham egasi o'zgarmagan bo'ladi. Yashash manzili yangilanmay qoladi. Bunday holatda hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qilish kerak. Masalan, siz gaz uchun 300 ming so'm to'ladingiz. Ilovada chek bor, lekin gaz tashkiloti tizimida qarzdorlik turibdi. Siz borib men to'laganman deyishingiz mumkin, lekin xodim sizdan chek so'raydi. Agar chekni saqlamagan bo'lsangiz, isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun har bir muhim to'lov cheki telefoningizda alohida papkada tursin.
Iloji bo'lsa PDF qilib saqlang yoki Telegramdagi saqlangan xabarlarga yuboring. Ikkinchi tuzoq. Boshqa odam nomidagi telefon raqam va karta. Hozir ko'p ota-onalar farzandining nomidagi raqamdan foydalanadi yoki aksincha, farzand ota-onaning kartasidan foydalanadi. Elektron xizmatlarda SMS tasdiqlash, bank kodi. Identifikatsiya juda muhim. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa, muhim paytda kod boshqa odamga boradi yoki xizmatdan foydalana olmaysiz. Uchinchi nozik joy, ro'yxat va real yashash joyi farqi. Masalan, siz Toshkentda ishlaysiz, lekin ro'yxatingiz viloyatda. Oilangiz ijtimoiy yordam olish uchun ariza beradi. Siz ro'yxatda o'sha uyda turganingiz uchun daromadingiz oilaga qo'shilishi mumkin. Aslida siz alohida yashaysiz, lekin tizim buni bilmaydi. Shuning uchun vaqtincha ro'yxat, ijara shartnomasi, alohida yashashni tasdiqlovchi hujjatlar muhim bo'ladi. 4-chi nozik joy, rasmiylashtirilmagan oldi-sotdi. Bu ayniqsa avtomobil va uy-joy masalasida ko'p uchraydi. Ishonchnoma bilan sotdim. Og'zaki kelishdik, pulini oldim. Keyin rasmiylashtiramiz degan gaplar keyin katta muammoga aylanadi. Mashina sizning nomingizda tursa, jarima ham sizga kelishi mumkin. Soliq yoki mulk baholashda ham sizga tegishli deb chiqadi. Uy-joy ham xuddi shunday. Kadastr kimning nomida bo'lsa, tizim o'sha odamni egasi deb ko'radi. 5-istisno, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bunday toifadagi fuqarolar uchun ayrim imtiyozlar, alohida tartiblar yoki yengilliklar bo'lishi mumkin, lekin imtiyoz o'z-o'zidan ishlamaydi. Uni tasdiqlovchi hujjat bazada to'g'ri turishi kerak. Nogironlik guruhi muddati tugagan bo'lsa, tibbiy xulosa yangilanmagan bo'lsa, bank yoki ijtimoiy himoya organi buni ko'rmasligi mumkin. Endi eng muhim qism. Bugundan boshlab nima qilish kerak? Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, JSHSH raqami, familiya, ism sharif yozilishi, tug'ilgan sana, yashash manzili to'g'riligini ko'ring. Agar pasportingiz eski bo'lsa, ID karta olish yoki yangilash zarurati bor yo'qligini aniqlang. Buning uchun davlat xizmatlar markaziga borishingiz yoki MyBankov.uz orqali tekshirishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Elektr, gaz, suv chiqindi, soliq, jarima, aliment, kredit bo'yicha holatingizni ko'ring. Har bir to'lovni menimcha to'langan deb emas, tizimda ko'rinayotgan holat bo'yicha baholang. Agar qarz chiqsa, avval sababini aniqlang. Qarzdorlik xato bo'lsa, to'lov chekini olib, tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Uchinchi qadam, bank kartalaringizni tartibga keltiring. Kartaning amal qilish muddatini ko'ring. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsin. Bank ilovasidagi pasport ma'lumotlari yangilanganini tekshiring. Agar kartangizdan boshqa odam foydalansa, ehtiyot bo'ling. Ayniqsa katta pul o'tkazmalari bo'lsa, izoh yozdiring va sababini hujjat bilan tushuntira oladigan bo'ling. 4-qadam, mulk va avtomobil masalasini tekshiring. Nomingizda qanday uy, yer, noturar joy, avtomobil borligini bilib oling. Agar sotilgan mulk hali ham sizning nomingizda turgan bo'lsa, xaridor bilan rasmiylashtirishni tugating. Agar avtomobil ishonchnoma bilan yurgan bo'lsa, jarimalar kimga kelayotganini tekshiring. Bu masala keyin nafaqa, subsidiya yoki qarzdorlik tekshiruvlarida chiqib qolishi mumkin. 5-qadam, ijtimoiy yordam olmoqchi bo'lsangiz, oilaviy tarkibni tartibga keltiring. Kim ro'yxatda turibdi, kim aslida yashaydi, kim ishlaydi, kim o'qiydi, hammasi muhim. Farzandingiz talaba bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Ajrashgan bo'lsangiz, ajrim hujjati, aliment bo'yicha qaror yoki ijro hujjatini tayyorlang. O'quvchisini yo'qotgan oila bo'lsangiz, tegishli guvohnoma va pensiya hujjatlarini saqlang. 6-qadam, murojaatlarni yozma qiling. Agar sizga rad javob berilsa, nega deb og'zaki so'rash yetarli emas. Rad etish sababini yozma shaklida so'rang. Davlat xizmatlari markazi, mahalla, bank, kommunal tashkilot yoki boshqa idoraga murojaat qilganingizda ariza raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz, skrinshot saqlang. Bu keyin shikoyat qilishda juda kerak bo'ladi. 7-qadam. Hujjatlarni bitta papkaga jamlang. Telefoningizda hujjatlar degan papka oching. U yerga ID karta surati, kadastr, nikoh yoki ajrim hujjati, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, to'lov cheklari, bank ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, pensiya yoki nafaqa hujjatlarini joylang. Qog'oz nusxalarini ham alohida foyda saqlang. Chunki internet ishlamay qolishi, telefon yo'qolishi yoki ilova ochilmaligi mumkin. 8-qadam, shubhali vositachilarga ishonmang. Men nafaqani chiqarib beraman, subsidiya qilib beraman.
qarzingizni bazadan o'chirib beraman, jarimani yo'q qilib beraman degan odamlar ko'payadi. Hech kimga karta parolingizni, SMS kodingizni, pasportingiz nusxasini o'ylamay bermang. Rasmiy xizmat rasmiy idora orqali bo'ladi. Agar kimdir sizdan oldindan pul so'rasa, juda ehtiyot bo'ling. 9-qadam, oila ichida mas'ul odam belgilang. Har bir oilada hujjat va to'lovlarni kuzatadigan bitta mas'ul odam bo'lishi kerak. Masalan, katta farzand har oy kommunal to'lovlarni tekshiradi. Ota bank kartasini nazorat qiladi. Ona bolalar hujjatlarini tartiblaydi. Shunda hech narsa unutilmaydi. 10-qadam. 23 avgustni kutib o'tirmang. O'zgarish kuchga kirgandan keyin hamma yugurishni boshlaydi, navbatlar ko'payadi, telefon liniyalari band bo'ladi, idoralarda bosim oshadi. Eng aqlli yo'l hoziroq tekshirish. Bugun 30 daqiqa vaqt sarflasangiz, ertaga 3 kunlik yugur-yugurdan qutulasiz. Demak, 23 avgustdan keyingi asosiy masala shuki, tizimlar ko'proq elektronlashadi, ma'lumotlar tezroq solishtiriladi. Qarzdorliklar, hujjatdagi xatolar, rasmiylashtirilmagan mulklar, tushunarsiz pul o'tkazmalari ko'proq ahamiyat kasb etadi. Bu o'zgarishlardan qo'rqish shart emas, lekin tayyor bo'lish shart. Men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni tekshiring. Qarzdorliklaringizni aniqlang. Bank kartalaringizni tartibga keltiring. Mulk va ro'yxat masalalarini rasmiylashtiring. Barcha chek va hujjatlarni saqlang. Shunda yangi tartib sizga muammo emas, aksincha qulaylik olib keladi. Sizningcha eng katta muammo qaysi yo'nalishda bo'ladi? Kommunal to'lovlardami, bank kartalaridami, ijtimoiy nafaqadami yoki hujjat masalasidami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim ogohlantirishlarni vaqtida bilgan odam o'zini ham, oilasini ham ortiqcha muammolardan himoya qiladi.